Men Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutini bosh ilmiy xodimi, tarix fanlari doktori, professor, akademik. Toshkentda tug'ilganman va katta oilada tarbiya topganman, 5-farzand sifatida. Yoshlikdan bizani mehnatga o'rgatishgan. Otalarimiz, onalarimiz har qadamda mehnat qilsang, odam bo'lasan deyishardi. Qaysi soha bo'lmasin, o'sha sohada mehnat qilish kerak deyishardi. Studentlik mahalimda bizaga turli yurtlardan, ayniqsa Eron, Afg'onistondan kelgan domlalar dars berishardi. Ular rus tilini, o'zbek tilini umuman bilishmasdi. Ana o'shanda biz majbur bo'lganmiz darslarni qandaydir tushunishga va 5 yil mobaynida biz mehnatni sevib, mehnatga o'rganganmiz. Vatanga qandaydir xizmat qilish kerak va halol mehnat qilish kerakligini hech qachon yodimizdan chiqarmaganmiz. Fanlar akademiyasi institutiga kelganimda, yon atrofimda ko'proq qariyalar madrasani bitirgan, arab yozuvini, arab tilini mukammal bilgan, lekin rus tili va o'zbek yozuvini, kiril yozuvini bilishmas edi. Ana shularga laborant sifatida yoniga o'tirib, ularning ishini arab yozuvidan kiril yozuviga o'tqish jarayonida ancha o'rganganman men. Hamda men institutga kelganimda katta olimlar bor edi. Ana o'shalarni ichida ishlariga yordam berib ish o'rganganman. Shu bilan men shu uyda tarbiya topganim, maktabda ta'lim olganim, oliygohda ta'lim olganim va mana shu institutga kelib katta mehnatsevar domlalarning orasida ish olib borganim, ularning ishlariga yordam berganim, ana shu juda katta kelajagimga dars bo'ldi va o'shalarga o'xshab ishlab yurdim. Lekin hayotimda hech qachon men katta nimalarga erishigin, lavozimda bo'ligin yoki bir nima akademik bo'ligin degan niyatimda emas edim. Bizani jamiyat hozir shunday ekanki, mehnat qilsangiz o'zi topib taqdirlar ekan. Men bu narsani takror aytyapman, chunki turli mukofotlar yoki mana shu akademik saylovlari tasodifan men uchun tuhfa bo'lgan. Men hech qachon bu narsalarni kutmagandim. Mehnatimni qadrlab, shu narsalarni menga berishdi. Yoshlarga nima demoqchiman? Hozirgi vaziyat nihoyatda boshqacha. Prezidentimiz yoshlarimizga shunday sharoitlar yaratib berdilarki, kelajagimizga yaxshi olim va fuzolar, yaxshi mutaxassislar bo'lib o'sib chiqishiga imkoniyat juda katta. Shu imkoniyatlar bilan foydalanib, yoshlarimiz anglab olishi kerak. Kelajakda biz ham vatanimizga xizmat qilishimiz uchun, shunday vatanni namoyandasi bo'lishimiz uchun halol mehnat qilishimiz kerak deb yurish kerak hamisha.